Ali roziyallohu anhu aytadi, Husayn tug'ildi, men uni ismini Harb deb qo'ydim. Payg'ambarimiz keldilarda, Aruni ibni, ma sammaytuhu. O'g'limni ko'rsatinglar, nima deb ism qo'ydinglar dedi. Men Harb deb qo'ydim. Payg'ambarimiz aytdilar, bal huwa Husaynun. Balki bu Husayn dedi. 3-o'g'lim tug'ilganda dedi Ali roziyallohu anhu, men unga ham Harb deb ism qo'ydim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib aytdilar, o'g'limni menga ko'rsatinglar dedi. Unga nima ism qo'ydinglar? Ali Harb deb qo'ydim dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, bal huwa muhassinun. Balki bu muhassindir dedi. So'ngra payg'ambarimiz aytdilar, sammaytuhum bi asma'i waladi Harun, shabbaru va shabiru va mushabbiru. Men bu uchala farzandimga Harunning farzandlarining ismlarini qo'ydim. Shabbaru, shabiru va mushabbiru dedi. E'tiborimizni tortadigan narsa shuki, Rasululloh urush degan so'zni hatto bir odamning ismi bo'lsa ham eshitishni xohlamas edi. Uni nima qilardi? O'zgartirar edi. Bu bobning ikkinchi mabhasi, musulmon kishi faqat musulmonga qarshi jang qilgan bilangina jang qiladi. Musulmon odam faqat musulmonga qilich ko'tarib kelib jang qilgan bilan jang qiladi. Tinch yashayotgan odam bilan jang qilmaydi. Rasululloh o'zining sahobalariga yo'l ko'rsatib, ta'lim bergan, ularni tarbiya qilgan holida shunday dedilar: La tatamannaw liqa'al adu wa sallallohu al-afiyata. Imom Buxoriy va Muslimdan. Dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar. Dushmanga yo'liqishni orzu qilmanglar, Allohdan ofiyatni so'ranglar. Jang qilishlikda, qon to'kishlikda orzusida bo'lmanglar, jangi jadal urishni. Aksincha, tinchlikni so'ranglar Allohdan. Payg'ambarimiz Qur'oni Karimdan va sunnati mutahharadan iborat bo'lgan mana shu nabaviy axloqi bilan urushni yaxshi ko'rmasdi. Demak, payg'ambarimiz hech qachon urushni o'zi birinchi boshlagan emas. Aksincha, imkoni boricha urushni, qon to'kishlikni payg'ambarimiz oldini olishga haris bo'lar edi. Agar biz Qur'onni o'rgansak, juda ko'p oyatlarda mana shu narsaning isbotini ko'ramiz. Musulmonlar ham jang qilgan, to'g'ri. Lekin ularga jang qilishlikka qachon izn berilgan? Qachonki musulmonlarga ochiq tajovuz bo'lganda, mollariga, jonlariga, tinchliklariga, dinlariga fitna, tahdid bo'lganda-gina shariatimiz jang qilishlikka ruxsat berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da 13 yil yashagan bo'lsa, juda ko'p aziyat etdi Rasulullohga va musulmonlarga. Va sahobalar juda ko'p o'rinda kelib urushaylik deb kelishdi. Ammo payg'ambarimiz bu narsadan qaytardi.